Assalomu alaykum. Qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun 30-noyabr 2025-yil. Navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Bu laboni egalari 3-labosini olib kelishi ekan bizga yillar o'tib. Bu degani ishimiz yaqqan ekan. Yana olib kelibdi. Xudo xolasa yana bitta labosi bor ekan. 4-labosini ham olib kelar ekan. Xuddi shunaqa qilib qoplab berdik. Poliga mana hech qanaqa chok-pok yo'q. Mana bu shogirdlar bilan birgalikda ham joyda mana konteyner bolalar bor. Bu narsalar silliq tegsa, bukilib kirib ketmaydi. Ramaga ham ziyon yetkazmaydi. Bukilib ham bu joylarda ham penoplex shumkalari qilingan, yollari bukilgan. Mana bu joylari ham 1,5 sm bukilgan holatda bo'ladi. Mana ochganda qo'lni kesmaydigan, ilmaydigan holatda bo'ladi. Akkumulyator zashta qiladigan sondiqlari bor. Buni oldingi laboga qo'ydik, ko'rishingiz mumkin videosini o'tib. Tepasiga tomiga bagajlari bor. Pastiga dugalari bor, poliga alohida rezinkalari ham bor. Mana bu xonada turibman, rezinkalari ham bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Rezinka, sondiq, bagaj, dugalar alohida kerak bo'lsa, tunuka qoplatilgan bo'lsa ham. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozasizlar, ya mana shu nomerlarga telefon qilasizlar. Murojaat uchun nomerlarimiz qo'yilgan. Kuzatishda davom etinglar, like bosib qo'yinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.